o'ttizta bo'lgandir, butun jag'iga qo'ydirgandir. Bu ota-ku. Ota emas, o'zi umuman yotgan mayitni bezovta qilib bo'lmaydi hech qachon. Men hali hozirgacha mana esimga tushsa hali ham titroq bosyapti-da. Ko'zimning oldiga. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Meni bilasizlar, eshitishga arziydigan insonlarni suhbatimga taklif qilaman. Bugungi suhbatdoshim stomatolog Nodir akam. Juda ham yaxshi inson bo'lganlar uchun, ularni eshitishga arziydigan inson bo'lganlar uchun suhbatga taklif qildim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Jamshid aka. Salomatmisiz? Rahmat. Suhbatga yo'q demasdan rozilik berganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Sizga bir savollar tutib kelganman ancha-muncha. Qiynar ekansiz-da. Ozgincha. Endi odamlarga bir ibrat bo'ladigan suhbat xohlayman. Manfaatli. Mana manfaatli bo'ladigan. Siz mana stomatologsiz. Sizni oldingizga har xil insonlar keladi-da. Siz ham stomatolog, ham psixolog bo'lib ketgansiz, menimcha. To'g'rimi? Barcha odamlar bilan ishlaysiz-ku. Shunga moslab savollar tutib kelganman. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha, xudo xolisa, ko'rib har bitta savolga berilgan javoblarga bemalol layklarni bosib, kommentariy yozib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar, chunki kommentariy yozib, layklarni bosib qo'ysanglar, YouTube ko'proq odamga rekomendatsiya qiladi va bu odam bilan bo'lgan suhbatimizni ko'proq odam ko'rishiga sizlar sababchi bo'lib qolasizlar. Okey, birinchi savolim, stomatolog bo'lganingizdan afsuslangan kunlaringiz bo'lganmi? Shunaqa kunlar bo'lganmi, bir afsuslangansiz? Yo'q. Biron kunim bo'lmagan. Sababi bizni onamning ketlaridan ketganimiz, oyimlar ishlaydigan stomatologiyani orqasida bog'cham bo'lardi. Bog'chaga chiqib, peshinda hamma bolalar uxlaydigan paytda qochib chiqib oymonlarga kirib ketardi. O'sha esingizni tanigandan stomatologiya ichida yurganimiz, shu havoda katta bo'lganimizni hisobiga boshqa kasbni ham tasavvur qilmaganmiz, lekin ish jarayonida to'g'ri har xil bemorlar bo'ladi. Asabingiz o'ynaydigan, ego bemorlar bo'lib qoladi. Endi shu kasb tanlaganimizda tishimizga chidab ishlashimizga to'g'ri keladi, lekin Allohga shukr hech ham afsus qilmaganmiz. Sizni eng ko'p hayratda qoldirgan bemorlar bo'lganmi? Hayratda qoldirgan bo'lgan. Bittasi shunaqasi bo'lgan, bu ancha yillar bo'lgan. Adashmasam 20 yildan beri ishlayotgan bo'lsa, yangi bitirgan paytimiz edi. 1-2 yil bo'lgan edi. Institutni bitirib ishga tushib joylashganimizga. Bir bemor kelgan. Tishlarni koronkasini yechasizlarmi deb. Yechamiz deganmiz, odamlarning koronkalarini yechish kerak edi degan. Xo'p, bo'lib olib kiring adingizni aytsam, yo'q, uyga borib yechish kerak. Bu paytda vyeznoy ham chiqarardik. Bemorlarning uyiga ham borib, chamadonda portativniy apparatlarimiz bo'lardi, o'shan bilan borib. Bo'ldi, yaxshimili o'zi anaqami aytsam, odam o'tib qolganlar faqat, hozir yaqinda o'tib qoldilar. Men tushunmadim, dedim, hozir o'tib qolgan adingizlarning koronkasini yechish kerakmi desam, ustimdan suv quyib yuborganday bo'lgan o'shanda. Men hozirgacha kimgadir gapirib bersam ham o'zimda g'alati his qilaman haligacha. Chunki ko'zimning oldiga keladi. O'zimning otam ham rahmatli bo'lib ketganlar. Qanaqa qilib deyman-da, o'zini otasini odamlar g'assollar yuvayotgan paytda uzr so'rab, kechirim so'rab, qiynamayman aytdi deb yuvadi-da, lekin odam vahshiy bo'lish kerak deb bunaqa paytda. U tillatish bo'lganda, to'g'ri. Tillatish bo'lgan. Tillatish bo'lgan, shu tillatishini bilmayman, nechta bo'lgan, bitta bo'lgandir, 10 ta bo'lgandir, 20 ta, 30 ta bo'lgandir, butun jag'iga qo'ydirgandir. Bu ota-ku. Ota emas, o'zi umuman yotgan mayitni bezovta qilib bo'lmaydi hech qachon. Men hali hozirgacha mana esimga tushsa hali ham titroq bosyapti-da. Ko'zimning oldiga men ko'rmaganman bu odam o'tganini. Odam ko'zimning oldilariga keladi-da. Siz borib ko'rdingizmi yo faqat suhbatda bo'ldingiz? Qo'pol bo'lsa ham aytaman, faqat yuziga tortib o'rmadim. Men eshik tagidan so'kib qayda bordim. Men bilmayman, bu odam ishini bitirganmi, bitta ham noinsof hali hamkasblarimiz agar qarmog'iga ilinib borib pul bermagan bo'lsa, endi hamma sohada ham o'ziga yarasha kurmagi bo'ladi. Bitta yarimtasi pul uchun borib qilmagan bo'lsa, pul uchun, tilla uchun o'lgan otasini tishini sug'urib olish, shunaqa farzandlar bormikin, ha? Bo'pti, mana tajribamiz. Endi boshqa anaqalar ham bo'lgan, asosiy hali odamni o'sha hayron qolgan joyingiz ruhiyatiga ta'sir qiladigan narsa bo'lgani uchun
shunisi ko'proq taajjublantirgan, ajablantirgan. Shunaqa farzandlarga kameraga qarab nima degan bo'lardingiz? Hali otasi hayot, mabodo dunyodan o'tib qolsa, shu tilla tishlarini yechib olishimiz kerak deb yurgan farzandlar bo'lishi mumkin-da, noinsoflar. Shunaqa farzandlarga qarab nima degan bo'lardingiz? Ota-onasini qadriga yetsin. U og'zidagi tillasini emas, yoniga otasini, onasini qo'liga kerak bo'lsa 1 kilo, 2 kilo tillani berib qo'ysin. O'sha tillani oldida ota-ona tilladan ko'ra yaltirab turadi. Odam vahshiy bo'lish kerak edi. Haligi ish qilish uchun. Siz otangiz dunyodan o'tganlarida necha yosh bo'lgansiz? 2000-yil o'tgan bo'lsalar 37 yosh bo'lganman. 37 to'lmagan edi, 36-37 atrofida. Otangizni yo'qotganingizdan keyin birinchi o'sha xabarni eshitganingizda ichingizdan nimalar o'tgan? Kecha gapdan gap chiqib onamlar bilan gaplashib o'tirdim-da ancha vaqt. Nimaga gaplashib o'tirdim? Kechaginda bir Instagramda video kelib qoldi. Boshlamasiga shundan boshlayib. Otanglar, onanglar hayot bo'lsa, gaplashib o'tirgan gapinglarni diktofonni yoqib qo'yinglar bildirmaydi ishdida. Kimdir hali reelsda chiqib keldi. To'satdan o'tirib gap qizib ketib qoldi, qiziqib ketib qoldi. Mana shu iyul oyida adam o'tgan edi, 23-da. Bitta 20 kundan keyin adamlarning o'tgan kunlariga ham 6 yil bo'lar ekan, shundan gap boshlandi-da. O'sha vaziyat adam o'tganlardek payt esga tushib ketdi o'shanda. Men 4 kishi uyimda, endi ayolim onasinikida edi. O'zim alohida turardim. Bu yoqda adamlar, rahmatli onamlar, ukam, kelinim 4 kishini Zangiotaga banisiga yotqizib kelgan edim. 2 kundan keyin men har kuni borib xabar olib turdim. Ertasiga indiniga dorilar kerak bo'lsa dorilarni tashlab keldim. Hech bunaqa bo'lmagandi. Hayotimda ham unchalik telefonim ko'p jirillamagandi. Hali ikkinchi liniyaga o'tsangiz, yana ketidan ikkinchi liniyaga kelyapti. Mana shunaqa bo'ldi. Yaxshimisan, tuzukmisan, yaxshimisan, tuzukmisan, hammani xabari bo'lgan, lekin yetishmagan menga. Qanaqa holatda kim bo'lgan u? Ukam bor edi, juda ham yaqin, Ulug'bek akam. Shuni ko'tarishim bilan ukam yaxshimisan dedilar. Ha, rahmat. Bardam bo'l, Alisher akam berib qo'yimiz. Bir o'zimman o'yda. Bilmayman nima bo'lgan, shokoviy holatga tushib qolganman. U nima bo'lgan ekanki, oyimlar ukam banisada yotgan paytlarida hammaga telefon qilishgan, Nodir o'ziga borib turib yetinglar. Bo'lmasa mashinaga o'tirib yugurib keladi, bu yoqqa yo'lda bu narsa bo'lib qolmasin. Shu gap eshitdim, bir 2 minut 3 minutdan keyin uyimda odam to'lib ketdi. Endi hamma har qayerdan yetib kelgan oshna og'aynilar, qarindoshlar. Endi u vaziyatda 6 yil o'tdi-yu, hozir endi o'sha paytdagi holatga kirib aytib bera olmasligim mumkin. Odam baribir suviydi vaqt o'tgandan keyin. Men odamlarni banisiga qo'yib kelayotganimda 3 kishini onam, ukam, kelinimni bitta palataga yotqizdim. 3 kishilik palata ekan. Odamlarni yonidagi palataga yotqizdim-da ketayotganimda. Janu sal o'tbutlar bu narsa bo'lib qolsa banisiga yotish yaxshi ko'rardilar-da. Hadizlar. Ha, rahmatli odamlar. Yotsam nima olib kelay deyishim poylab turardilar-da. Biz har doim ham aytgan narsalarni qilamiz. Shu banisiga yotganda eng tansiq ovqatlarni yetardilar-da. Hasib olib keldirdilar yoki palon joyi oshini olib kelib, piston joyi mochik shirisini olib kelib Erkalik qiladi. Ha, ko'tarardi. Mazza rohat edi-da. Ada nima olib kelay desam, sahrlari bor edi, suv olib keldilar. Osh olib kel, yaxshi osh, bilasan qattaligini osh olib keldilar. Bo'ldi dedim. Oxirgi marta o'sha gaplashgan. Ertasiga borganda o'sha reanimatsiyaga tushganlar. Ko'ra olmaganman. Og'ir kunlaydi-da. Allohning bir sinovi keldi. Endi taqdir peshanada bor ekan shunaqa bo'lishi. O'sha uzildilar degan xabar eshitganingizda hayolingizga birinchi kelgan narsa nima bo'ldi? Qanaqadir voqeani esladingizmi, bir qanaqadir xotira bo'ldimi yoki qaysidir aytgan gaplarni esladingizmi? Birinchi esga kelgan narsa nima bo'ldi? Men oilamni bilgan odamlar, odamlarni yaxshi tanigan odamlar
bilishadi bu narsani. Hozir misol ekranga chiroyli ko'rinaman deb gapirsam, u haqiqat emasligini mani yaxshi taniydiganlar, oilam yaxshi taniydiganlar yolg'on gapiryapti deyishadi. Shuning uchun to'g'risini aytaman, adam bilan men o'rtoq bo'lmaganman. O'zi adamlar rahmatli, farzandlar bilan o'rtoq bo'lmaganlar. Adam juda ham qattiq qo'l odam bo'lganlar. Endi shu paytda tushunmas edi, o'zimiz farzandlarimiz katta bo'lgandan keyin tarbiyani bunaqa yo'li bilan tanlab to'g'ri berganlariga rahmat deyman. O'shaning uchun eslaydigan narsam, tog'imni yo'qotdim, bo'ldi. Tog'imni yo'qotdim, maslahat bo'yimni yo'qotdim. Menga eng farzandli katta bor, to'y hasham bor, katta rejalarim bor edi. Maslahat qiladigan adam endi yo'qlar. O'sha paytda ayni kerak bo'lgan payt. Endi ular siz ham boshqalar amakilar bor, tog'alar bor, ularning ham maslahati otaniki baribir nima deydi, manfaatsiz yordam bo'ladi-da otaniki. O'g'ildan hech narsa kutmay, o'ziga xohlagan narsasidan ham ming chandon kuchlirog'ini farzandimga beraman deb maslahat qiladi. Beminnat bo'ladi. Beminnat bo'ladi. Nimadir kutmaydi. Mendan zo'r bo'lsin deydi. O'zi farzandiga beminnat yaxshilik qiladigan, hech narsani evaziga emas, shunchaki farzandim kuchli bo'lsin, yaxshi yashasin degan haqiqiy samimiy tilak bilan yaxshilik qiladigan bu faqat ota-ona bo'lar ekan. Do'st o'z yo'liga, ayolingiz yoki akangiz, ukangiz o'z yo'liga. Lekin ota-onadan shu narsa men bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Farzandni boshiga qanaqa mushkul ish tushsa ham ayol ham tashlab ketishi mumkin, yarim yo'lda yo'qib qolishi mumkin. Farzandlar ham bilib bo'lmaydi. O'sha ko'chani oxirigacha ota-ona birga boradi. Qiyinchilikning oxirigacha yonida yelka bo'lib turadi har doim. Otangiz o'rinlari qaysi paytda ko'proq bilinyapti? Adamlar 20 yil oldin bosgan qadamlarni men endi bosyapman-da. Menga tajriba kerak. O'sha adamlarning yoshlariga yetishga, lekin tajribani olish uchun o'sha yo'lni bosib o'tgan odam maslahati kerak bo'ldi. Har kuni. Yolg'on bo'lmasin, bir marta bo'lsa ham bitta eslab, men bitta nima bo'lardi, nima qilardilar deb o'taman. Endi yoshi katta odamdan nimadir iqtisodiy va boshqa narsani kutish noto'g'ri bo'ladi, faqat hayotiy tajriba. Xonadonda nimadir o'zgarganini hech sezdingizmi otadan keyin? O'sha uy, o'sha ro'zg'or, onangiz borlar, lekin ota yo'q-ku. Xonadonda xuddi nimadir o'zgargandek. Fayz ketadi otadan keyin. Otadan keyin ham, onadan keyin ham. 10-15 kun oldin onamlar, ukamlar bilan dam olgani ketishdi. Onamlar men bilan turadilar. 2 hafta yo'q bo'ldilar uyda. Va yomon sezildi. Juda ham sezildi. Bilaman, qaytib keladi erta 2 haftadan keyin. Lekin sezildi. Ishdan keyin kelaman, 1 soat, 2 soat ko'raman. Yana hamma yotog'iga kirib ketadi. Ertalab turib hamma ishga ketadi. O'sha ko'radigan vaqtim 1 soat, 2 soat, lekin o'sha ham sezildi-da. Endi o'tgan otani tasavvur qiling. Eslaysiz. Ona 2 haftadan keyin qaytib kelishlarini bilasiz, lekin ota qaytmaydilar. Ota qaytmaydilar.